Oldin onalarimiz aytardi mana o'g'li borlar. Voy o'g'limga qiz qidirib kavushim yirtildi. Hech ham qiz qidirganingiz uchun kavushingiz yirtilmagan, qiz tanlaganingiz uchun yirtilgan. Bo'yi uzun bo'lsin, chiroyli bo'lsin, qosh ko'zi qora bo'lsin, hamshira bo'lsin, o'qigan bo'lsin, pazanda bo'lsin. Ha, bitta qiz bolaga shuncha xislat kam emasmidi? Ana endi borini olasiz. Bersa olasiz. Qizi borlar. Shu yerdamisizlar? Bizi zamonimiz keldi. Endi unaqa oldingidaqa qudaligi, nima deydi hali sovchilarni dasturxon solib bezatib kutib olish shart emas. Ikkita stakan bilan bitta bezgak suv qo'yib qo'yinglar bo'ladi. O'zi tugun qilib kelsin kerak bo'lsa. Qizi borda, nozi bor degan maqol ana endi ishlaydi. Voy, oldin dasturxon solib, usta bodom qo'yib o'zi yemaganini. Qizini maqtab o'tirardi bechoralar. Qizim ostona xatlab ko'chaga chiqmagan. 10 ta gapirsiz, bitta gapirib turjayib turadi. Instagram, Telegramga kirmaydi. Ostona xatlab ko'chaga chiqmaydi-ya. Endi shart emas. Onajonlar, mana qizim. Ko'chadan kirmaydi. Qo'lidan telefon tushmaydi. Bitta gapirsang betingni yurib oladi mana ahvol. 11 gacha uxlaydi. Siz yigit onasi ham boshqa iloji yo'q-da. Rosa mana shunaqasini qidirdim men. Rosa men bopakamman shu qiz. Menga bering shuni, o'g'lim ham aytdi-da, shunaqasidan topib keling dedi. Meni o'g'limchi rosa pazanda. Mana erkak kishining ishi, mana ayol kishining ishi deb o'tirmaydi. Voy chokirasa tekis. Mash kiyimga yamoq solsa yamalgani bilinmaydi. Ha meni ham qizim kir yuvsa yuvilgani bilinmaydi. Rosa men bopakanda bering menga shuni. Meni o'g'lim esli, xushli, odobli. O'g'lingiz shunchalik bo'lsa biznikiga olib kelib qo'ying. G'alati-da, voy nimasi g'alati? Bojalari bilan yuraveradi. Bojalari bilan inoq bo'lsa, uy-joy talashmasa, ro'zg'orimni alohida qilaman desa yuraveradi, tashavvusda.